Real jamoasining hozirgi holati Realga ancha qiyinchilik tug'diradi. Yevropa Chempionlar Ligasida o'ziga xos bir futbol bayramlari davom etyapti. Agarda navbatma-navbat to'xtaladigan bo'lsak, birinchi kun ikkita o'yin bo'lib o'tdi. Arsenal hamda Real jamoasi a'zolari o'rtasidagi bahs. Declan Rice'ning ikkita ajoyib goli va birinchi uchrashuvda Arsenal 3-0 hisobida, demak, o'z foydasiga hal qildi. Hozir juda ko'pchilik hali jang tugadi, lekin urush davom etadi degan fikrlarni bildirishyapti. Lekin o'ylaymanki, mana shu ikkita gol, undan tashqari o'yindagi vaziyat va Real jamoasining hozirgi holati Realga ancha qiyinchilik tug'diradi. Oldinlari o'sha Chelsea, Manchester City bilan bo'ladigan o'yinlarni agar eslasak, unda qanaqadir bir remontada juda ham yaxshi shakllangan. Hozir esa Valverdening holati unchalik ham zo'r emas. Rodrigoning o'yinlari ham biroz pasaydi. Ya'ni faqatgina Mbappe yoki Vinicius orqali, Bellingham orqali natijaga erishish qiyin bunday o'yinlarda. Shu bois ham agar jamoaviy o'yinni kuchaytira olsa, hozir hammasi o'sha Realning o'sha Modric orqa tomonda, markazda harakat qiladigan o'yinchilarga ko'p narsa bog'liq. O'ylaymanki, qiyin bo'ladi, chunki hozir o'sha Valensiya bilan bo'lgan o'yinni ko'rdik. Oldingi Real bo'lganda xarakterli tushunsa bo'lardi, lekin hozir ko'ryapmizki, Valverde o'sha Modricga o'xshagan, mana hozir Kamavingada ham qizil kartochka bor. To'g'ri, baribir hali men ham qo'shilaman, hali ikkinchi bahsda hammasiga oydinlik kiritamiz, lekin o'ylaymanki, Arsenal endi o'tsa kerak. PSG demak birinchi bo'lib gol o'tkazib yubordi, lekin 3 ta gol ura oldi. Oxirgi daqiqalarda urgan goli menimcha PSJga ustunlik beradi, chunki Aston Villa hujumkor, ochiq o'ynaydigan, ochiq futbol yaxshi ko'radigan jamoa va bu PSJga qo'l kelishi mumkin. O'ylaymanki, u yerda qanaqadir kichik hisobda PSG vaziyatdan chiqib keyingi bosqichga chiqadi deb o'ylayman. Endi Barselona menimcha, Borussia Dortmund bu yerda biz o'sha hali tilga olgan holat yaxshi, ya'ni faqatgina o'sha uchlik Lewandowski, Rafinha, Yamaldan tashqari qolgan o'sha maydon markazida Pedri bor, Gavi bor, uni ishni qilayotgan, yoki o'sha Kunde, ikkala qanot ham Balde zo'r ishlayapti. Bu yerda endi jamoaviy o'yin kuchli, shu bois ham menimcha hammasi ochiq, oydin ravshan deb o'ylayman. Bavariya Inter o'yinida mana 50-50 deyishimiz mumkin. Garchi Inter mehmonda g'alaba qozongan bo'lsa-da, Bavariyadan har qanday o'yinda nimanidir kutsa bo'ladi. U yerda haqiqatan ham 50-50 jang davom etadi, chunki Bavariyani biz bilamiz. To'g'ri, Bavariyada ham qanaqadir pasayish, futbolchilarda o'sha hamjihatlik, oldingi o'sha hamjihatlik yo'qolgandek, lekin bitta o'yinga Bavariya yaxshi o'ynab o'z muxlislariga kerakli natijani hadya qilishlari mumkin. O'ylaymanki, bu yerda tenglik 50-50.